Mavzudan uzoqlashmaymiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ham jamoatchilik vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumani ochiqlik va jamoatchilik nazorati mavzusida o'tkazildi. Unda o'tgan 2024-yilda filialda budjet hamda kontrakt to'lovlaridan tushgan mablag'lar sarhisobi yuzasidan hisobotlar eshitildi. Professor o'qituvchilarga hamda talabalarga ishlash va o'qishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, buning uchun davlat hamda qo'shimcha tushumlardan ajratilgan mablag'lar sarfi muhokama etildi. Matbuot anjumanida filialimiz tomonidan filial faoliyatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni shaffofligini ta'minlash to'g'risidagi tegishli hisobotlar, yillik, choraklik hisobotlar to'g'risida ma'lumotlar aytib o'tildi va shu filial faoliyati to'g'risidagi davlat xaridlari to'g'risida amalga oshirilgan yillik smeta xarajatlarning ishlatilishi, sarflanishi, qolaversa shu tushumlar haqida matbuot anjumanida hisobot berildi. Ommaviy axborot vosita vakillariga o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga aniq javoblar berildi. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida korrupsiyani oldini olish va bu borada filialda amalga oshirilayotgan ishlar, chora-tadbirlar yuzasidan mas'ullarning hisobotlari tinglanib, ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Bu kabi anjumanlardan ko'zlangan maqsad barcha tashkilotlarda ochiqlik va oshkorlikni ta'minlash hamda sohalarda iqtisodiy hamda korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslikni ta'minlashga qaratilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.